Ancha vaqtdan beri video qo'yganman, bugun video qo'ysammikan deb turuvdim. Oq jenfer kiygan bratan kelib qoldi. Keyin sekin bo'yniga воротник taqib, "Xo'sh, shef, sochni qanday olamiz?" deb o'zimni ham sochlarimni to'g'rilab oldimda, shunday ustiga penvar taqib turib, "Men bunaqa klassический bo'lsin" deganda, keyin yonga taraf "Shunaqami?" desam, "Ha" dedi. "Tepasidan qancha olay" desam, "O'zingiz bilib olavering" dedi. Oz-oz oldimdan "Qanday endi bo'lib qoladimi?" desam, "Ha, bo'lib qoladi. Qarang, yana o'zingizga" dedi. Keyin oldiga qarasam, sal uzunroqdek tuyuldi. Keyin yana sal oldimda betiga tushgan qillarni tozalab qo'ydimda, yonlarini ham qachida oz-ozdan tekislamdi. O'sha vaqt keyin eski kelinlarimdan bittasi kelib qoldi. Keling deb o'tiring desam o'tirmadi. O'ziga joy qidirib yuruvdi. Keyin sekin joy qilib berdimda, o'tirishiga sharoit qilib berdimda, yana qaytib keldimda, soch olishda davom etdim. Bir vaqt qarasam, "Faqat qaychida ishlayapsizmi?" dedi. "Men bu peshonani tagini mashinkada o'raymi" desam, "Yo'q, shart emas" dedi. Keyin davomini mashinkada olishni boshladim. Sekin yonlarini ham mashinkada olib, orqa kantovkalarini ko'rsatdimda, "Oynada qanday bo'ladimi" desam, bunday "Yo'q, bu yog'iga qaratdim, bo'ladi, yaxshi" dedi. Keyin "Tepangizda ham ko'rib qo'ya qoling" desam, "To'kilibdimi" deb kulib qo'yapti. Keyin fenda sal u yoq bu yoqqa taramda, laksef qo'ydim. Xullas, mana shunaqa ko'rinishga keldi. Soch klientimizni o'ziga yoqdi. "Yo'l-yo'lakay, klient bilan kimsiz, qayerdan?" desam, "Surxondaryodan ekan, eski klientlarimni tanishi ekan."